Afsona vodiysidan 3 xonali kvartira qidirib yurgan klientlarimiz uchun zo'r variantimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Ozgina kamchiliklari qolgan. Hozir bitta ko'rsatib o'taman. Istoriyaga qo'yamiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana bu yoqda zali mana. Bu yerga soatlarni qo'yilgan, TV zonaga bitta e'tibor berasizlar. Mebellar ham xudo xolasa zo'rdan olib kelib qo'yib qo'yganmiz mebellar. Bu yerda kulerlar ham bor. Xo'p, bu asosiy zal edi. Bu yoqda mana koridor. Purga oshxonaga ketamiz. Bu yoqda detski, kirilish eshigimiz. Bu yoqda yotoqxonaga bitta baho berasizlar. TV zonalari, shkaflarda umuman muammo yo'q. Bu yoqda mana bravo qo'yilgan, tayyor holatda. Kirib o'tirib, bu yerga kiyimlarni qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda ham shkaflar bor, aksessuarlar qo'yib qo'yganmiz bu yoqqa. Shkafda umuman muammo yo'q. Sanuzelga ko'rib bitta baho berasizlar. Sanuzel vashshi zo'r chiqqan. Kir mashinaga qo'yilgan. Unitazlar, bu yoqda dushovой kabinalar. Vashshi zo'r chiqqan, xudo xolasa. Bu yoqda mana oshxonamiz. Oshxonamizga stol-stullarni ham qo'ydik. Kuxonli mebel, xolodilniklar qo'yilgan, 6 tali stol-stul. Bu yoqda mana kartinkalar, bu yerda jaluzi bo'ladi, xudo xolasa, jaluzi qo'yamiz. Polni to'pli pol, birinchi etajda 74 metr kvadratli uyimiz. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.